Assalomu alaykum kitobxumar do'stlar. Tuanda Habibulla Ablumetning Hayotdan so'ra nomli romanini anglitishni boshlaymiz. 13-bölüm. Men 17-nomerlik Qarduvesning ostida yotgan onamning ro'yiga atab, yodimda bor bo'lgan oyatlarning hammasini o'qib duo qildim. Shamolda uchib yurgan chang to'zonga o'xshash qorlar qabrning ustini supurvatadi. Kirpiklarimga chaplashgan qor donchalarini qo'limning dumbisi bilan surtib qo'yatdim. Qo'limning issiqligi qor donchalarini eritayotdi. Uningdan hosil bo'lgan namlik teri to'shuvchilarim orqali vujudimga singib kirayotgandek tuyulatdi. Shu paytda qorning badanim bilan bir gavda bo'lib, mening bir parchamga aylanayotganligini his qildim. Qor va men bir ruh, bir gavda. Qorlar onam bilan dadamga oppoq mamuk yutgan. Duodan keyin qo'limni yuzimga surtib, go'zsiz, ojiz qo'llarimning ovoq yuzimni silayotgan shu paytdagi hislarimdan o'zimning yodong'uligidan so'z ichishning mumkin emasligini his qildim. Haqiqatan 2 hafta ilgari soqolimni olgan chig'imda oppoq yuzimning sarg'ayib ketganligini ko'rgan edim. Yana bir hafta o'tganda әйнәктен yüzümнің қардайып кеткенлігini көрдім. Hazır yüzümнің қайсы рәңгіге кіріп кеткенлігini білмеймін. Бұның әмді мен үшін еш қандақ әхметі жоқ еді. Чүнки бір дәмден кейін өлідіғанлығымны біліп тұраттым. Hazır yüzümni сылашқымы қолымның madары жоқ еді. Bununğa yenimdə medarlamay turgan sayem guva idi. Belki yüzümның terileri ustunumga chaplashib, yog'ochdan o'yilgan qo'shiqdek qattiq bir shaklga kirib qolgan bo'lishi mumkin edi. Yenimda yotgan soyam ko'z uvusiga cho'kib ketgan xunsiz ko'zlarimning ichidagi ko'k ko'z qarchuqlarining ost-asta medirlashidala mening tehi tirik jon ekanligimni bilgan bo'lishi mumkin. Anamga vakillik qiladigan qon ranglik 17-nomerning oldida ko'zlarimdan oqqan yoshlarimni surtkim kelmadi. Ichimdagi barliq yoshlarni oldimdagi shu qon ranglik nomerning ustiga to'kishni xohladim. O'lim yanla aqlimdan ketmaydi, lekin men uningdan qo'rqmadim. Ustimdagi o'lim dahshati xuddi ko'k yuzda laylab yurgan qora bulutlardek uzib yuratdi. Men buni his qilib, ichimdan g'alati bir xo'shallik topdim. Onamning yeniga hozirlik ketishni o'yladim. Beshimni ikki qo'limning orasiga elib, qizil sir bilan sirlangan 17-nomerga uzoqgacha jimjit qarab turdim. Agar hozir o'lsam, balkim menga vakillik qiladigan qon ranglik nomer 18 bo'lar degan o'y kallamdan kechdi. Mazkur nomer qorning nurida paqirab turadi. Qon ranglik sir yangi bo'lg'achqa 17-nomerdan yanala yangi sirning purg'i kelib turadi. Men sirning mashina motordan chiqqan isning piroqlarini yaxshi ko'raman. Bu piroqlar menga erkinlikning ta'mini eslatadi. Garchi men erkinlikni tanımagan, erkin yashab baxmagan bo'lsam-mu, nemishqidir bo'yoq va benzinning havoda tarqalib erkin uchib yurgan piroqlarim menga tasavvurimdagi erkinlikni xotirlatadi. Men yana azroq yaqinlashdim. Azroq engishib, qo'limni nihoyat ost so'zib, onamga mansub bo'lgan 17 degan sonni yengil silidim. U shunchalik sovuq ediki, bu ikki raqam muzdek silq toshning ustida qetib qolgan qonga o'xshaydi. Butun a'zoyim titrashga boshladi. Onam to'ng yerning ostida yotgan bo'lsa-mu, ro'yi osmondamidi deb savol to'lgan nazar bilan yuqoriga qaradim. Osmonda top-top qor bulutlar bir yerga to'plashyotdi. Ichimda ro'yi bor deb o'ylasam bor, yo'q deb o'ylasam yo'q. Shu vajidan men cho'qim bor deyishim kerak degan o'y paydo bo'ldi. O'z vaqtida dadamning qabrisi oldida turgandimi, mushundoq o'ylaganligim hali ham esimda. Biroq
u chog'da ashu jumlaning oxirini men cho'qim yo'q deyishim kerak deb tamomlagandek esimda. Yana bir lahza o'tmayla ichimda tovuq qilib darhol oldingi fikrimdan yinib, ruhi bor deb o'ylasam bor, yo'q deb o'ylasam yo'q. Shu vajidan men cho'qim bor deyishim kerak deb o'zimni tuzatganligimmi aniq esimda turibdi. Ana avu bir dövi qarning ostida dadamning qabrisi bor edi. Shuncha kuchlik, shuncha zo'ravon ko'ringan dadamning qabrisi bu boshqa qabrlarga o'xshashla qor ostida qolgan edi. Lekin uning boshqa qabrlardan farqlanib turadigan bir aloyidligi, alohida yeri bor edi. Qabrisining yanida bir tüp olma darxi o'sib turardi. Ashu olma darxi qor bosgan shoxlarini aran ko'tarib, dadamning beshida mazmut turvatadi. Men shu olma darxi tarafga qarab, qorni kechib mangdim. Atrofdagi daraxtlarning hammasining ustini qalin qor qoplab ketganligi uchun ularning qaysi turdagi daraxt ekanligini farqlantirish tas edi. Faqat dadamning qabri beshidagi daraxtlarni taniydim. Şuna üstüge mening üstümdün diki g'amdakla ig'ir qorlar yig'ib qolgan bo'lsa-mu, shunga ustiga mening ustimdagi g'amdakla ig'ir qorlar yig'ilib qolgan bo'lsa-mu, uni birla qarashda tunib oldim. Atrof Gürzistanlık jimjitlikka cho'mgan edi. Hech qandaq jonliqning ovozi anglanmaydi. Yerning usti xuddi yer ostidagi o'liklardek sukut ichida edi. Faqat putlarimning qorga kirib chiqayotgan ovozla qulog'imga ro'shan anglanib turadi. Ovozsiz jimjit sukutda askan qish shamoli yuzimga kelib tikandek sanjilayotdi. Dadamning qabrisi yeniga borganimda manga tonish bo'lgan olma ko'chatini kuchab tepdim. Dadamning qabrisiga boshlarini egib turgan chalg'ay shoxlarning ustiga yig'ilib qolgan qorlarning hammasini silkib tushirdim. Shoxdan to'zg'an qorlar etilgan paxtadek atrofga va ustimga chechilib tushdi. Ustini besib turgan qorlardan qutulgan olmaning jalg'ay shoxlari dadamning qabrisi ustida egilib qolgan boshlarini ko'tarib, yana ko'k qaradi. Olma daraxtidagi bu o'zgarishni ko'rib, ichim ichilib, ko'nglim ko'tarilib qoldi. Havoda uchib yurgan qor donchalarga qarab, o'zligimdan odam o'lgandan keyin uning ruhi bo'ludi degan fikrni zehnimda qayta jonlantirdim. Ondan o'zimcha yana mundoq o'yladim. Men o'lgandimi, ruhim tenimdan ayrilib, mushu qor donchalardek havoda laylab, tabiatning bag'rida abadiy yashaydi. Mana men o'layotganligim uchun shunchalik baxtli edim. Men bu dunyoda to'p-to'g'ri 55 yil yashadim. Yashagandimmi, g'erib yashadim, hasrat bilan yashadim. Uningga hayot o'zi guvoh. Darvaqa 55 yil degan nima degan uzun umr ha? Bo'libmi, mendek bir g'erib uchun u bekmi uzun bir umr edi. Omonatni egisiga topshiradigan vaqt keldi. Meningdek bir odamning endi yana yashashning o'zi bir hamoqatlik edi. Men qancha uzun yashagan siri boshqalarga shunchalik ig'ir yuk bo'laman. Boshqalarning o'shmanligini texmi qo'zg'ayman. Men o'zimga bo'lgan shundoq muomalalarni ko'rgan siri texmi mayuslanaman, texmi iztirob chekaman, texmi g'erib his qilaman. Bundaq baxtsizlikimni ko'rib turib yashash men uchun o'limdimi o'tar bir azob edi. Men ko'p qitim o'lib olishni o'yladim, lekin o'z jinimni ilishga jur'at qilolmadim. Odam uchun o'lib olishdimi qo'rqinchli bir ish bo'lmasa kerak. O'zimni o'ltirmay, mush kunlarga yetib kelganligim uchun Xudoga shukr etaman. Agar o'z jinimni o'z qo'lim bilan elib, o'zimning qotili bo'lib qolgan bo'lsam, u chog'da dunyodagi eng cho'ng baxtsizlik beshimga kelgan bo'ladi. Darvaqa, hayot menga o'limdimi betar, o'limdim ig'ir baxtsizliklarni yog'dirgan edi.
ahvol mushundoq ekan, hayot menga keltirgan cheksiz azoblarga yana o'zimni o'ltirilishni qo'shgan bo'lsam, o'zimga o'zim eng chong haqsizlik qilgan bo'latdim. Bu mening ruhimga qilingan haqorat bo'ladi. Men o'z badanimning qardan chiqishiga sababchi bo'lgan bo'lsam-mu, ruhimning qardan chiqishiga sababchi bo'lishdan qo'rqdim. Bo'libmi, shayton chalgan sazga tangs o'ynashdan o'lgudek qo'rqatdim. Shu qo'rqinish meni bugungacha saqlab keldi. Endi o'lim oldida turatdim. Lekin bu qitimqi o'limning sababchisi mu qotilimi men emas edim. Asli qotil bo'lsa, bu dunyodagi razillik edi. Men bu o'limdan qo'rqmadim. Chunki razil dunyoning oxiri yo'q edi. U baribir mening jinimni oladi. Ya hozir, ya keyin. Bu men uchun farqsiz edi. Bundaq ruhiy va jismoniy azoblar ichida yashagandan ko'ra, qotilimning qo'lida o'lganim yaxshiroq edi. Chunki bu o'limdan qochib qutulish mumkin emas edi. Nimani degan bilan mening o'zimni o'ltirmaganligim bu dunyoda qilgan sanoqliq yaxshi ishlarimning eng yaxshisi edi. Shu nuqtadan qaraganda umrimning eng oxirgi daqiqalarida yana bir qatam o'zimdan faxrlanishim kerak edi. Agar men bugun jon uzsam, balkim boshqalar mendan faxrlana. Bumi mening o'zim uchun qilgan eng chong yaxshiliqim bo'lar. Yo'q, balki bundoq deyish to'g'ri emasdek qiladi. Bu yaratquchining men uchun qilgan eng chong shafqati edi. Zaten men o'lsam, mening orqamdan ko'z yoshi qiladigan bu dunyoda kim bor deysiz? Darvaqa, o'lim men uchun qutulish yo'li edi. Lekin men o'zimni o'ldirmadim. Shundaqdimi, o'limni orzu qildim va bu daqiqani to'rt ko'zim bilan kutdim. Burunqi jozibam va kuchimdan faqat ko'z uvularga cho'kib ketgan ko'k ko'zlarimla jonliq holatda qolgan edi. Afsus, bu ko'zlarmi yumiladi, qorong'ulikning asiriga aylanadi. Shu paytda o'zimni sezmagan holda quyosh ostida mengishdak bir kuchlik istakni qalbimda his qildim. Biroq o'rnimdan turish u yoqda tursin, bir yinimga qiysishqimi kuchim yetmaydi. Bo'ldi. O'lganda barliq istaklardan birla vaqtda qutulaman. Shuning bilan birga hasrat, yolg'izlik va ochlik qatorliq barliq azoblardan bu dunyoga tashlab ketaman. Mushularni o'ylaganimda qorong'ulikning ichidagi yana bir tongning jilvisini ruhimda asta-asta aks etishga boshlaydi. Ha, rost, yana bir ishni unutib qolgani tas qaptiman. Har qitim o'lib o'lishni o'ylaganimda saharda meni faqat bir tomni ayirib turadigan masjiddan angladigan azanning ovozi meni o'lish niyatidan voz kechiradi. Gerçi men aşu azanni anglab o'rnimdan turib, tahorat ilib, masjidga chiqib, umrimda bir qitimmi namoz o'qib boqmagan bo'lsam-mu, nimishqidir aşu mening aytgan azan ovozi mening bugungacha yashashimga sabab bo'ldi. Men bu azan ovozini, bu dunyodagi hayotimning mash'ili, meni u dunyoning qorong'uligidan so'rab chiqarg'uchi deb o'ylab keldim. Vaholanki, hozir shu azan ovozimi meni o'limdan qutuldira olmaydi. Chunki bu qitimqi jon olg'uchi men emas, balki Azroil. U atrofimni tugman teshidek aylanib, yenimdan bir qadammi neri ketmayotidi. Uning ustiga azan sadosining yon tarafimdan ko'tarminiginigimi xeyli yillar bo'ldi. Masjid taqilib qolgan edi. Uning darvozasining to'ngisiga yo'g'on toshdek bir tal qora qulub doim sangilab turardi. Texi buningga qo'shilib, to'ngisigimi ikki qat zanjir bilan mahkam bog'lab qo'yilgan edi. Mening memo onam vafot bo'lishdan burunla bu dunyodan ko'chib ketgan edi. Lekin u onamdan xiyla yosh edi. O'lim yosh qiyirga qaramaydi-da.
14 bölüm. Mən ətrafımni o'rab turgan qar düvülөрgə və osmondan laylab tushayotgan qarlarga qarab, mening ro'yim bo'lgandan keyin meni dunyoga operida qilgan onam bilan dadamning ro'yi bo'ladi. Albatta, deb yana qayta fikr yurgizdim. Qarning ichida qolgan putlarim sovuqdan muzlab, kuyishib ketgan edi. Duoga ko'targan qo'llarim qansirab qolgan o'pkidek tatirib, ustida erigan qor sulari yoshlarimga qo'shilib hasratlik bir holat turatdi. Man amdi bu tuproq beshidan ayrilmasam bo'lmaydi. Bo'lmasa qorong'i tushganda shaharga qaytadigan yo'lda izqib qilishim ehtimoldan yiroq emas edi. Chunki man qatnash quroli bilan emas, piyoda qaytish qaroriga kelgan edim. Nima uchun tuyuqsiz bundoq bir tuyg'uga kelganligimni o'zimmi bilmaydim. Balkim avtobusning ichidagi kuzatish kameralaridan qo'rqayotgan bo'lishim mumkin edi. Shahar ichi va shahar sirti qatnaydigan barliq yo'lovchilar avtobuslarga kameralik o'tkir ko'z sistemasi o'rnashtirilgan edi. Men bu ko'zlarning barliq harakatlarimni, xunuk chiroyimni, rassiz kiyimlarimni kuzatib turishni xohlamaydim. Texmo muhimi o'zimning shu sistemaning xotira diskisiga tushib qilishdan qo'rqatdim. Odam o'lganda ruhining bo'ladiganligi azaldan o'ylab boqmabdikanman. Faqat dadam vafot bo'lgan chog'da bu savol tunji qitim kallamda paydo bo'lib, o'zimdan shu savolni so'ragan edim. Shu chog'da xuddi muallimning tuyuqsiz bir so'rgan savoliga duch kelgandek g'o'diqib ketgan edim. Dadam opamning vafotidan 6 yil burun olamdan o'tgan edi. Ya'ni 2014-yili avgust oyining 5-ida. Vafot bo'lgan kunimi hali ham aniq yodimda. 8-oyning 1-kuni juma. O'zimning tug'ilgan kunni unutib qolganim bilan dadamning vafot bo'lgan kunini hargiz unutib qolmayman. Dada, sening mening ustimdagi zo'ravonliqingning darajasi sen uchun odatdagi normal bir hodisdek ko'ringan bo'lishi mumkin, biroq men uchun u buyuk bir fojia edi. Har qitim sening menga kuch quvvatga to'lgan qo'llaringni ko'tarib urmoqchi bo'lganingda yoki uyning to'risidagi badir yog'ochga qistirib qo'yilgan qisqa tivilg'i sapliq 3 tasmadan ishilgan mo'ng'ul qamchisini qo'lingga olganingda qo'rqqanimdan yuragim yirilib ketgidek holga tushatdim. Oldingda g'al-g'al titrab, sut to'kayotgan mushtdek dimim ichimga tushib, qamchining yuzimga tegib ketishidan ansirab, ikki qo'lim bilan yuzimni ching tutib, mukchaygan peti oldingda tugilib o'ltiratdim. Kashki shu chog'larda yuragim yerilib, o'lib ketgan bo'lsa-chu. Agar rostilla kichik chog'larimda shundoq bir o'lim menga nisib bo'lgan bo'lsa, bu men uchun naqadar xayrlik bir ish bo'lgan bo'ladi. Men keyingi chog'lardagi baxtsizliklarni boshdan kechirmagan, bunchalik azobli bir hayotni yashamagan bo'lar edim. Shu chog'larda sening ashu zo'ravonligingni muhokama qilgudek aql va qarshi chiqidek kuch menda yo'q edi. Keyin o'zing bilsan, sana isyon qilishga boshladim. Birinchi bo'lib uyning to'risiga qistirib qo'yilgan heliqi qisqa tivilg'i sapliq 3 tasmadan eshilgan mo'ng'ul qamchisini sundirib, onam non yiqish uchun o't qolgan to'nirga tashlab kuydirayotgan edim. Nima degan bilan yumron badanlarimning ustida qip-qizil qonliq izlarni qoldirgan qisqa tivilg'i sapliq va 3 tasmadan eshilgan mo'ng'ul qamchisini onam tutashtirgan lovuldab kuyayotgan to'nurning o'tida kuyib, to'nurning qizishi uchun bir kishilik hassisni qo'shgan edi. Shu chog'da onam yoqqan, men pomlagan pomlan shunchalik qizdirib pishgan ediki, to'nurning og'zidan havoga ko'tarilgan pomlanning mazlik hidi butun mahallimizni bir olgan edi.
qisqa tivilg'i saplıq və üç tasmadan ishilgan mo'ng'ul qamchisi to'nur ichida charaslab kuyayotgan chog'da man go'yo hazrati musoning yo'l boshlashi bilan o'ttirisi yerilgan qizil dengizdan o'tib firavnning qamchisidan qutulgan qullardek shunchalik shodlikqa to'lgan edim. To'nur ichida paraslab kuyayotgan qamchining tevilg'i sepiga tikilgan ko'k ko'zlarimning pal teshidek paqirab ketganligini, to'nurning og'zidan chiqqan issiq haroratdan oppoq yuzlarimning po'kandek qizirib ketganligini tez tez so'qiyotgan beg'ubor qalbim darhol his qilib yetgan edi. Mening ko'targan bu isyonimni to'xtatishga qudrat yetmagan onam sen ishdan qaytib kelib, bu voqeadan xabardor bo'lganingdan keyin zarda bilan vaqirashlaringni manga gaping o'tmaganda terikib, tarsoliq bilan ikki qo'lingni ko'tarib, o'zingni o'zing qachotlashlaringni zihnida jonlantirib, qizargan to'nurdek tatirib ketgan yuzga ho'ymi yarashgan bir jup qo'y ko'zni manga tikib, lam-jim demay turib qolgan edi. Men shu hayajon ichida onam yoqqan 3 tonur nonga o't qaladim. Rastlagan cho'ng nonlarni tonur beshiga to'shidim. Tonur beshida pomnan uchun yug'urilgan xamirni pomladim. Qisqasi, bir kun kechgacha onamning atrofida parvonadek aylanib, uni xushal qilishga tirishdim. Sening kelishingga yaqin uydan chiqib ketib, yarim kechada qaytib keldim. Ammo sen bir haftagacha uyning to'risiga qistirilib qo'yilgan qisqa tevilg'i sapliq va 3 tasmadan ishilgan mo'ng'ul qamchisining yo'qolib ketganligini sezmading. Sezgan chog'ingda onam biz nadin bilayli, balki mahalladagi bolalar tuydirmay kirib o'g'irlab chiqib ketgandi deb mening qilmishimni sana aytmadi. Gerçi sen onamning so'ziga ishonmagandek qilsangmi va ozroq ko'tuldab qo'ygandan keyin boshqa gap qilmagan bo'lsangmi, meningdan cho'qim gumonlangan eding. Men shu chog'da sening bu ishqa bek voyim yo'qligingni ko'rib, sal hayron qoldim. Balkim sen mening bo'y tortib, cho'ng odam bo'lib qolganligimni ko'rib, o'zingning oshu qisqa tevilg'i sapliq va 3 tasmadan ishilgan mo'ng'ul qamchisining endi menga kor qilmaydiganligini his qilgan bo'lishing mumkin. Shunga bu ishga shundoq parvosiz qargan bo'lishing ehtimollikqa eng yaqin edi. Mana shu qisqa tevilg'i sapliq va 3 tasmadan ishilgan mo'ng'ul qamchisini tutgan qo'llaring hozir qora tuproqning ostida jonsiz yotidi. Dada, sen ashu kuchlik qo'llaring bilan hayotning bo'yicha ig'ir jismoniy emgak qilding. Bir oilaning yukini o'zing ustingga olding. Akam bilan singlimni oliy bilim yurtlarida o'qitding. Biroq sen shuncha emgakingning halovatini ko'rolmayla bu dunyodan tuyuqsiz ketib qolding. Hatto men sening vafotingni xabarsiz qoldim. Sening tavuting oldida yig'lab turib mengish va o'zimning bolalik burchini ado qilish fursatiga erisholmadim. Meyitini o'z qo'lim bilan ko'tarib lahatga qo'yolmadim. 7 kesak bilan lahatning og'zini etolmadim. Ustingga o'zim biladigan oyatlarni o'qib turib 7 ketman to'pini tashlayolmadim. Bu dunyodan sen menga 3 holda ketding, men sana 3lik bilan emas, balki tugmas hasrat bilan qoldim. Bu hayot va bu o'lim ikkimizga bir-birimizdan afu so'rash, bir-birimizning roziligini ilish uchun fursat bermadi. Demak, o'lim odamning beshiga mushundoq tuyuqsiz keladigan, mushundoq rahimsiz bo'ladigan. Sening bilan mening o'ttirimizda hech qachon dada bilan bola o'ttirisidagi mehr muhabbat munosabati shakllanmadi. Biz bir-birimizga yaqinlashishning o'rniga go'yo mushuk bilan chashqandek bir-birimizdan qochib, uchlik va yotlik ichida yashadik. Men sening nazaringda doim qarg'a kelmas non qipi deb sifatlanib keldim. Sen bo'lsang mening nazarimda suygisiz, nervisi jiddiy, tarsa va zolim bir dada sifatida namoyon bo'lding.
Ammo hozir o'ylab boqsam, sen balkim faqat oilamizni va bizni deb shundoq mijoz bilan yashagan eding. Hatto umrining oxirigacha yiningda biror yaqin og'inangmi bo'lmadi. Bu jihatdan aytganda ikkimizning taqdiri o'xshab ketadi. Biroq anglashimcha sening dafni murosimining shunchalik dog'dug'liq o'tgan ekan. Bugungi roman anlatışımız mushu yerda oxirlashdi. Xeyr xo'sh, kelar qatim ko'rishga omon bo'linglar.